Aziz vatandoshlar, avariyli holat. Akamiz Qahramonakamiz Qashqadaryoda Alloh tomonidan bir sinov kelgan. Mana jigar sirroz 4-etap. Kuniga 4 million, 5 milliondan 9 oydan beri qarziga ham botib qolgan. Hozir qarindoshlar bilan birgalikda 6,5 ming dollar pul yig'di. Operatsiyaga 26 ming dollar pul ketadi. Hozir biz 20 ming dollar yig'ishimiz kerak. To'g'ri, payshanba kuni olib chiqardik ehsonni. Majbur bo'ldik. Bugun 16-noyabr soat 17, hozir 1 soat montaj qilsak, 19:00 ga videoni kechga joylayapmiz. Ertaga 19:00 gacha mana shu akamga imkon qadar o'zimni kartamni emas, sayti Farruh nomidagi karta, Sadat va Savofat opamizning nomidagi karta, ikkalasi nomidagi kartani qo'yib beramiz 24 soatga. O'g'lining telefon nomerini ham qo'yib qo'yamiz. Toshkent shahrida hozir Bayinsada, yangi Toshkentda o'tgandagi Gipograd Bayinsada imkon qadar kelinglar. Naqd pul bermoqchi bo'lganlar o'g'liga telefon qilsanglar, nakazda tashlab beradi. Shu yerda Bayinsada kelib ehsoninglar berib ketinglar. Qolganlar